Mana navbatdagi kottejimiz Xudo xohlasa ancha bitib qoldi. Yigillaydi, o'rtaxona yigillaydi yillo. Mana harakatda bo'libdi. Nurullo aka nima gap, aka? Charchama. O'lyapsizmi? Qanchada bag'ini bitkazib yuborasiz, aka, kottejni? Bir hafta to'miga harakat bo'ladi. To'miga harakat. Yaxshi, aka, charchama. Xudo xohlasa kottejimiz bir etajli bo'ladi. High-tech stilda bo'ladi. Mana derazalar juda chiroyli ishlangan. Bu yerdan orqaga o'tish yo'l. Tagi podval juda chiroyli ishlangan. Proyektni o'ylab o'zimiz chizamiz, o'zimiz. Любой stilda 5 sutqa moslaganmiz, любой stilda chizib ana qilamiz. Bu orqa hovli, kichkina kravat qo'yib o'tirsa, orqadan kirsa ham bo'ladi. Mana podval emas, podvallar ham betonli salonni qilib quyib ketiladi. 10 metrli muzda podval mana. Chiroyli mana. Keyin truba tomdagi suvni shuni ashingga kelib qo'yiladi. Pramo ketadi ko'cha tomonga. Xo'sh, bu detskiy xonani orqaga olganmiz. Detskiy xona ham orqaga o'tadi. Bolalar birga mana kirish qiladi. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Filtrlar bosib chiroyli bo'ldi ham yo'q. Mana spalnik emas, ichki qorong'iroq, hammom bilan. Xo'sh. Mana hol. Mana yana bitta detskiy xona. Detskiy xona qilsa ham bo'ladi, sanuzelimiz. Bitta onaxon bor, onaxonga joy, zal. Bu ham zal sifat, uzunligi 8 metr. Holimiz. Va kuxna qilamiz. Kuxna. Uzunligi 620, eni 4 metr. Dimoxotlarni tashab ketilgan chiroyli. Mana aytamiz, letniy kuxna bo'ladi. Mana yerda. Bag'imiz. Kichik ko'chadan kirishga zal bo'ladi. Xudo xolasa zo'r. Mana devorlarni o'ta chiroyli qilib figuralar qilib urilgan. Mana dorixona naves bo'ladi. Bag' letniy kuxna. Zakazlar bo'lsa aytasiz, xudo xolasa tindirib qilib beramiz. Mana g'ishtlarni urishlarni ko'ring. O'ta kачественный. O'ta chiroyli bo'lgan mana betonlar hamma yo'q. Ideal holatda. Ishga javob beriladi.